Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun singlim, tug'ishgan singlim Feruza mendan keyin oilamizda ikkinchi bo'lib 40 kunlik ochlik qildi. Shuni hozir endi ochiladigan kuni 40 kun ochlik qanaqa o'tganligi to'g'risida ozgina suhbatlashamiz. Yaxshimisan singlim? Yaxshi Qanaqa o'tdi 40 kunlik ochliklar? bo'ladi. Oxirgi 10 kunida qiynaldi singlim. Oxirgi 10 kunida ozgina qayt qilish, boshqa ko'p anaqa bo'ldi, lekin 30 kunini juda oson o'tkazdi. Undan oldingi safar 18 kun qilgan edi. 18 kundan 3 kunini suvsiz. Shunda 21 kunlik bo'lib qilgan edi. Asosiy sabab o'tgan yili sentyabr oyida ozgina katta stress bo'lgan edi singlimizda. Keyin o'sha undan keyin har xil sog'lig'ida muammolar. Qanaqa muammolar bo'ldi sog'lig'ingda singlim? Qo'limni barmoqlar ishlamay qoldi. Oyog'imda suyak yemirilish deb tashxis qo'yishdi. Keyin jigarimda ham ozroq o'zgarish bo'ldi. O'shani hisobiga xullas nervlar qisa boshladi-da. O'sha stress juda ham ko'p narsaga olib keladi kasalliklarga. O'shaning uchun ikkinchi martasida 40 kunlik qildi. Hammaga ham tavsiya qilmaymiz. Bu nazorat ostida qilinishi kerak. Menda tajriba bo'lgani uchun singlimga ruxsat berdim 40 kunlik ochlik qilishga. Ikkinchisini o'zida, lekin umuman olganda bu katta tajriba kerak. 1 yil tayyorgarlik kerak. Singlimiz lekin shu ikkinchi ochligida o'zi 40 kunlik qildi. Xullas mana shunaqa gaplar. Asosiy hozirgi holat qanaqa endi? O'sha og'riqlar bormi, yo'qmi? Yo'q, barmoqlarim yaxshi ishlayapti. Oyoqlarim Barmoqlarning chustительность qaytdi, ha? Yaxshi, hammasi yaxshi. Oyoqlarim ham yaxshi. Nima dorilar ichayotganding? Og'riq uchun nima dorilar ichayotganding? Opsem bilan unaqa ichayotgandim. Dori qoldiruvchi dorilar ichib yurardim doim. Artafin, har kuni dori ichardim. Kupinga o'xshagan. Lichin o'tirdim. Har oyda lichina olyotding, 500-600 minglik. Yo'q, 500-4 milliongacha oldim lichinalarimni. Baribir yana qaytalanardi 5 oydan keyin. Oxir shunga qaror qildim. Yo'q, 40 kundan beri dori ichganim yo'q, chunki dori mumkin emas-ku. Faqat suv ichildi. Faqat suv ichyaptim, qaynagan suv, lekin shunga ham yaxshi, oyog'im yaxshi yuryapti. Bo'ldi, boshqa anaqalari yo'q-a, boshqa ko'ngilsizliklar, faqat qayt qilib, oxirgi kunlarda qayt qilish juda ko'p bo'ldi. Boshqa ko'ngilsizliklar bo'lmadi. Shuning uchun bu ochlik, bu alternativniy meditsina, hammaga ham masalan uni o'rganib qilish tavsiya qilinadi. Yana videodan ilhomlanib boshlab olmanglar. Birinchi ancha o'rganish kerak. Ko'p professorlar bor, Varashilov bor Rossiyada, boshqa Ivanov, keyin boshqa umuman har xil adabiyotlardan o'rganib, ochlikni qanaqa qilinish qoidalarini, mana klizma qilinadi har kun, to'g'rimi? Shunaqa joylarini bilib, keyin qilish kerak. Agar klizma qilmasa, ichaklarda zaharlanish bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu jiddiy masala. O'zlaringcha boshlab olmanglar. Mana hozir ochishda ham faqat suyuqliklar bilan ochiladi. Kamida 1 hafta 40 kundan keyin mana shunaqa ayron, hozir mana ayron bilan ochadi. Ayron yoki keyin mana shunaqa suyuq bulyonlar, faqat masalan sho'rvani suvini ichib, shunaqa qilib 1 hafta yurib, keyin sekin-sekin qattiqroq ovqatlar yeyiladi. Shularga e'tiborli bo'linglar. Xullas, mana shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir ochishni ham video qilamiz. Qani 40 kundan keyin birinchi taom ichganda qanaqa odamda ощущение bo'ladi, uni ham gaplashamiz.